Shahnoza pardalarni kuzatuvchilari, mana bugun biz navbatdagi shogirdimizni bilimlarini, malakalarini oshirib, mana hozir sertifikat berish jarayonida turibmiz. Bu Fotimaxon bizga ikkinchi marta malaka oshirish uchun kelishdi. Bundan 7 yil oldin adashmasam kelgansiz. 7 yil oldin kelishgan va mana yana hozirgi kunda yangi fasonlarni o'rganib, o'zlarini malakalarini oshirishdi. Bular bilan shug'ullandik. Xudo xolasa sizga omadlar tilab qolaman. Nima yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasiga Alloh yetkazsin va shu Shahnoza Elita pardalar tomonidan shu sertifikatimizni sizga beraman. Rahmat, sog' bo'ling Fotimaxon, iloyim omadingizni bersin. Assalomu alaykum. Shahnoza Elita pardalarining kuzatuvchilari. Men Shahnoza Elita pardalariga malaka oshirish uchun keldim. Malaka oshirish jarayonida uylarga model tanlash, mijozlar bilan ishlash, ranglar uyg'unligini o'rgandik. Shu bilan birgalikda ko'p fasonlarni o'rgandim. Menga yoqqan tomoni Shahnoza opamda parda saloni borligi, mijozlar bilan ishlash jarayonida qanaqa mijozlar bilan ishlashni o'rgandim. Keyin six ham ichida shogirdlarga juda sharoit yaxshiligi menga juda ham yoqdi. Shahnoza opamda o'qib, men juda ham ko'p narsalar o'rgandim. Kollektivni boshqarish, keyin kollektivda ahilligi, har bitta ishga talabchanligi juda ham yoqdi. Keyinchalik o'zimga ancha dars oldim, juda ham yoqdi. Kelishlarni tavsiya qilaman malaka oshirishga, shogirdlik kurslariga juda ham yaxshi sharoitlar. Kelishlarni tavsiya qilaman.